Xo'p, zakat degani o'rischa gap. Bu ham juda ko'p so'raladi. Lekin birorta odam zakat nima o'zbekchasi desam aytib bera olmadi hozirgacha. Va hozir kim biladi? Zakat degani nima degani o'zbek tilida? Bilmaydi. Bayvoshi deyiladi bizda. Bay degani savdo degani, savdoni oldidan beriladigan pul. Arabchada arbun deyiladi. Demak, bir odam savdo qiladi. Savdo molini baholashdi. Aytadiki, mana shu boyvoshidan shuni olib turgin. Misol uchun 100 so'm. Men qolgan narxni olib kelib beraman. Narxni olib kelib bersam, 100 so'm shuni ichiga kirib ketadi. Olib kelib bera olmasam, ana bu seni o'zingga qolaveradi, deydi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi deb odamlar so'rashaveradi. Janjal shunda. Hanafiy mazhabi bo'yicha to'g'ri emas. Haligi boyvoshini olgan odam savdo yurmay qolsa, pulni egasiga qaytarib berishi kerak. Chunki u pulni u badalsiz, evazsiz olyapti, deydi Hanafiy mazhabining ulamolari. Boshqa mazhabning ulamolari olsa bo'ladi, chunki bu unga ishonib narsasini sotmay turdi. Xaridor kelsa ham sotmay turdi. Kelib oladi degan umidni qilib turdi. U o'zi rozi bo'lib berdi. Shuning uchun olsa bo'ladi deydi.